Sal avval izotermik jarayonni ko'rib o'tdik. Endi izobarik jarayonni biroz tahlil qilsak. Izobarik jarayon bosim o'zgarmas, ya'ni bosim konstanta saqlanadigan jarayonligini aytib o'tgan edik. Buni tushunish uchun ham PV teng m taqsim molar massa RT holat tenglamasini yozaylik. Endi bosim o'zgarmas ekan, demak V taqsim T teng bo'ladi m taqsim molar massa R ko'paytirilgan 1 taqsim P bosim deb aytishimiz mumkin. Mana bu yerda V. Bu shunchaki globerular tenglamasidagi sal almashtirish kiritdik. Umumiy holatda hech narsa o'zgargani yo'q. Bizda bosim o'zgarmas, ya'ni izobarik jarayon bo'lgani uchun mana bu qiymat konstant saqlanadi o'zgarmasdan. Bundan bilishimiz mumkinki, hajmni haroratga bog'liqligi, ya'ni V taqsim T konstanta bo'lishi kerak ekan. Tni ko'paytma qilib bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, V barobar konstanta ko'paytirilgan T. Bundan ko'rinadi, hajm to'g'ri proporsional ekan haroratga. Demak, bosimni o'zgartirmasdan saqlab turib, haroratini 2 marta orttiradigan bo'lsak, gazning hajmi 2 marta ortib ketar ekan. Agar haroratni 3 marta orttirsak, hajm ham 3 marta ortib ketar ekan. Bu qonunni birinchi bo'lib Gillyusak olimlar o'rgangan. Shuning uchun Gillyusak qonuni ham deb atashadi. Bu ham bor narsa. Gillyusak qonuni desa, demak izobarik jarayonni tushunishimiz kerak. Xo'p, avvalgi mavzuda aytib o'tish esimdan chiqibdi. Mana bu izotermik jarayonni Boyle va Marriott. Mana shu Boyle va Marriott degan olimlar o'rgangan edi. Shuning uchun izotermik jarayonni Boyle-Marriott qonuni o'zbekchalashtirsak, Boymurod qonuni desak ham bo'ladi. Demak, Boyle-Marriott, bu yoqda Gillyusak qonuni, izobarik jarayonni ham aytib o'tamiz. Xo'p, bu yerda hajm va harorat to'g'ri proporsional ekanligini aytib o'tdik. Endi bularga aloqador grafik ko'rinishda chizadigan bo'lsak, qanday grafiklar hosil bo'ladi bizda? Xo'p, bosimni hajmga o'zgarish bog'liqligini ko'rib o'taylik. Bu yoqqa bosim o'qi, bu yoqqa hajm bo'lsin. Demak, bosim o'zgarmas, konstanta saqlanishi kerak bizda. Bosim o'zgarmas bo'lgandan keyin mana bunday ko'rinishni oladi. Yashilda chizaman. Mana shunga o'xshash grafik hosil bo'ladi. Yoki bunaqa bo'lishi ham mumkin. Yoki bunaqa bo'lishi ham mumkin. Umuman olganda, hajm o'qiga parallel chiziqlar hosil bo'ladi. Xo'sh. Agarda bosimni haroratga bog'liqligini ko'radigan bo'lsak, mana shunday grafiklar hosil bo'ladi. Umuman olganda, harorat o'qiga proporsional bo'lishi kerak. Bu bosim va hajmni bog'liqligi, bu esa bosim va haroratni bog'liqligi. Mana shunday bosimni haroratga bog'liqligi ko'rsatilgan grafik bo'ladigan bo'lsa, izobarik bo'lish uchun harorat o'qiga parallel bo'lishi kerak yoki bosim o'qiga perpendikulyar deb tushunsak ham bo'ladi. Xullas, mana shunday bu oddiyroq grafiklar. Endi izobarani ko'rsatadigan
hajm va haroratni bog'langan grafikini tahlil qilib chiqaylik. Hop. Mana bu yoqqa hajm bo'lsin, bu yoqqa harorat. Xo'sh, mana shu hajm va haroratni bog'liqlik grafigi qanday ko'rinishni oladi? Izotermalarni chizadigan bo'lsak, shunga o'xshash grafiklar hosil bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, mana bu yoqda hajm va harorat to'g'ri proporsional ekanligi. Hajm 2 marta ortadigan bo'lsa, harorat 2 marta ortadi yoki teskarisi. Demak, mana shunga o'xshash izobara chiziqlari hosil bo'ladi. Endi bosimlarni yozib qo'yaylik. P1 bu P2 bosim, bu qandaydir P3 bosimlar. Bu bosimlarni taqqoslash qanday bo'ladi? Qaysi biri kattaroq o'zi? Bularni tushunish uchun yana avvalgiga o'xshash ish qilamiz. Ya'ni bitta haroratga mos keladigan mana shunday chiziqlarni o'tkazib olamiz. Endi esa mana bu P1 yo'q, V1 hajmga mos kelyapti, bu V2 hajmga mos kelyapti va V3 ga. Bizga ma'lum ediki, PV taqsim T konstanta bo'lishi kerakda. Hammasi uchun, har bir grafik uchun bittagina T haroratni tanladim, qandaydir T oldi. Hammasida harorat bir xil bo'lganligi sababli hajm qancha katta bo'lsa, bosim shuncha kichik bo'lar ekan. Chunki ikkalasi teskari proporsional. Hajmi kattasini, bosimi kichik. Hajm qaysi birida katta? Mana bu V1 katta hajm. Demak, P1 kichik ekan P2 dan, bu esa kichik ekan P3 dan. Mana shunday birorta haroratni yoki hajmni barchasi uchun bir xil tanlab olish kerak va keyin taqqoslab ko'rish ancha oson bo'ladi. Yana shu narsani aytib o'tishim kerakki, bu jarayonda hajmiy o'zgarishning termik koeffitsiyenti degan bir tushunchamiz bor. Ya'ni V barobar qandaydir gazni erishgan harorati, ya'ni hajmi o'zgaryapti. Qizdiryapmiz gazni, uni hajmi ortib boryapti. O'sha erishgan hajmi teng bo'ladi qizdirishimizdan oldingi hajmi va 1 plus beta T. Xo'p, bu yerda hajm, dastlabki hajmi, bu qizdirganimizdan keyingi hajmi. Mana bu yerda beta hajmiy kengayishning termik koeffitsiyenti. Hajmiy kengayishning termik koeffitsiyenti deb ataladi. Bu esa harorat o'zgarishi, delta T. O'zi aslida delta T yozaylik. Delta T, ya'ni harorati necha gradusga qizigani. Bu yerdan qavsni ochib chiqib betani topadigan bo'lsak, beta barobar qavsni ochamiz, minus qilib o'tkazamiz va bo'luv qilib o'tkazamiz. Shunda V minus V0 taqsim V0 ko'paytirilgan delta T. Ta'rif jihatidan bu shunday ta'riflanadiki, mana shu formulamizga qarab ham aytishimiz mumkin. Gazning haroratini 1 gradusga orttirganimizda uning hajmi dastlabki hajmiga nisbatan necha marta ortganini ko'rsatadi. Ya'ni hajm qanchagadir o'zgardi-ku, ana shu o'zgarishi dastlabki hajmning necha foizini yoki qancha ulushini tashkil qilib turganini ko'rsatib beradigan kattalik. Bu qiymat barcha gazlar uchun o'rinli va beta barobar 1 taqsim
273 ko'paytirilgan kelvinning minus birinchisi. Ya'ni bu birligi. Mana shunday qiymatga teng. Buni ham aytib o'tdik. Uchta holatdagi grafiklarni ko'rsatdik. Qisqacha mazmun mana shu. Endi izohorik jarayonga o'tsak.